هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. İsra suresi tefsiri 47. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İsra suresi 47. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tilavetinge ulanın nim üçün, yani meskere üçün kulak salıdığanlıqını biz obdan bilimiz. Ula qiraatini tanışıgan çağlarda senin toğranda piçirlişidir. Eyni vaqtda zalimla müminlerge. Sile fakat sehirlengen ademgili egişivat sile deydi. Ulanın senin toğranda birdem sehriger, birdem şair, birdem ve birdem mecnun degендek nurgun mesellarını keltirgenligi qarğın. Ula muşundaq böhtallarını çaplaş bilen azdı. Ula hidayetki yol tapalmaydı. Qureyşliklerinin Kur'an'ı anlap bulup öz ara piçirlişidiganlıqı. Allah Teala bu yerde Peygamberge Qureyş'nin çoğlarından bazısının Peygamber aleyhisselamını sehirlengen kişi, bazısının şair, bazısının dağhan, bazısının cin çaplışı vağan ve bazısının sehriger dep turup Peygamber aleyhisselamның okugan Kur'an'ını kavmidin yoşurun anlıqılı kelgende özara mahfi kılışkan paranlardan haber verdi. Ula Peygamber aleyhisselamını her xil namla bilen atağanlık üçün Allah Teala mındaq dedi. Ulanın senin toğranda birdem sehriger, birdem şair ve birdem mecnun degендek nurgun misallarını keltirgenligi qarğın. Ula muşundaq böhtanlarını çaplaş bilen azdı. Ula hidayet ki yol tapalmaydı. Yani ula haqqı yetelmeydi ve onun yol tapalmaydı. Muhammed İbni İshaq Zuhri'nin mındaq degenlikini rivayet kılıdı. Bir keçisi Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve Ahnes İbni Şarq qatarlıqla Peygamber aleyhisselam keçidi öyde namaz okuganda onun okugan Kur'an'ını tanışaş üçün uğurluqçı kelip her biri bir yerde oturdu. Lekin bu üçünün biri yeni birinin kelgenlikini bilmeydi. Ula ta ki taң atqıcı Kur'an tanışıdı. Taң atqanda öyleriga qaytish yolida uçuruşup gelip bir-biriga taptayını qilishdi. Andın ula bir-biriga bu yerga qaytib kelmayli. Eğer biz bu yerga qaytib kelsak, bizning kelganligimizni ichimizdagi ahmoqlar ko'rib qolsa, ularning dillariga Muhammadning dini haqida bir narsa selib qo'ygudekmiz. Shuning bilan ular Muhammadga ergishib ketadi deb o'ylariga qaytib ketdi. İkinci kuni kechisi ular yana burunqi o'rniga kelib, kecha Peygamber aleyhisselamning o'qigan Qur'onni tanishib chiqdi. Taң atqanda ular qaytish yo'lida yana uchrashib qoldi. Birinchi kuni bir-biriga deyishgan gaplarini deyishib qaytib ketishdi. Uchinchi kuni kechisi ular yana burunqi o'rniga kelib, kecha Peygamber aleyhisselamning o'qigan Qur'onni tanishib chiqdi. Taң atqanda ular yana uchrashib qilib, bir-biriga biz bu yerga hargiz qaytib kelmaslikka va'da qilishmoqcha bu yerdan qaytmaymiz deyishib, bu yerga qaytib kelmaslikka va'da qilishdi. Ertasi etiganda Ahnes ibn Şarq hassıga tayinib Ebu Sufyanning uyiga keldi. U
ey Abu Sufyan, sen bu bir necha kun ichida Muhammaddan anglagan narsa haqida qanday qaraydiganliging to'g'risida menga so'zlab bergin dedi. Abu Sufyan, ey Ahnas, Allohning nomi bilan qasamki, men biladigan va uningdan nimaning maqsad qilinganligini tushunalaydigan bir muncha narsalarni, shundaqla men bilolmaydigan va nimaning maqsad qilinganligini tushunolmaydigan bir muncha narsalarni angladim dedi. Ahnas, mendimmi sen qasam ichib bergan so'zlardagi ahvol yuz berdi dedi. Ondan Abu Sufyanning qishidan chiqib Abu Jahlning uyiga keldi va uningga, ey Abu Jahl, sen bir necha kun ichida Muhammaddan anglagan narsalaring ustida qanday qaraydiganligingni deb bersang dedi. Abu Jahl, nimani anglaydim? Biz va Abdummanaf jamoati o'zaro obro'y talashatdik. Ular kishilarga taom bersa bizmi berdik. Ular jangga atlansa bizmi atlandik. Ular kishilarga bir narsa bersa bizmi berdik. Hatto biz munozirlashish uchun bir-birimizga qarama-qarshi yukinib o'ltirganimizda xuddi go'riga qo'yilgan ikki otga o'xshash bo'lardik. Ular bizning ichimizdan osmondan vahiy tushadigan bir payg'ambar keldi. Buni qachonmi ko'rarmiz deydi. Allohning nomi bilan qasamki, biz hargizmi uningga iymon etmaymiz va uningga ishonmaymiz dedi. Shuning bilan Ahnas uni tashlab chiqib ketdi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasul. Mushriklar, biz quruq so'ngak va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qayta terilib yangidan odam bo'lamdiq deyishdi. Sizlar tosh yoki to'mir yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni terildirdi. Ular bizni kim terildirdi deydi? Ular bizni kim terildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh terildirdi degan. Ular sana başlarını langıştib, u qachon bo'ladi deyishdi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degan. Shu kunda Alloh sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamd aytib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'ina turgandek o'ylaysizlar. O'lgandan keyin terilishga ishonmaganlarga berilgan raddiya. Alloh Taala qiyomatning bo'lishini yiroq deb qaragan va uni inkor qilgan kofirlarning so'zlarini bayon qilib mundaq dedi. Biz quruq so'ngak va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida biz quruq so'ngak va chirib chang to'zang bo'lib ketgandan keyin deganlikni rivoyat qildi. Cho'qim qayta terilib yangidan odam bo'lamdiq. Ya'ni biz chirib tilga ilinmaydigan narsadek yo'q bo'lib ketgandan keyin qiyomat kuni qayta terilib yangidan odam bo'lamdiq. Alloh Taala bular to'g'risida boshqa oyatlarda mundaq dedi. Ular aytdi: "Rastla biz avvalgi holimizga qaytirilamdiq, ya'ni o'lgandan keyin terilamdiq." U bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi? Ular aytdi. Undaq bo'ladigan bo'lsa, bu ya'ni o'lgandan keyin terilish ziyonliq qaytishdir. Ziyonliq qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin terildigan bo'lsak, davzaq ahli bo'ladiganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz. U bizga insonning qayta terilishini yiroq sanab chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim terildira oladi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot terildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir.
Allah Teala peygamberini ulağa bu cevabını berişki buyurdu. Sizler taş yoki tömür, yani sizler yaratılışı qurup chirib ketgan so'ngaklardanmi tas bo'lgan tosh yoki to'murga o'xshash narsa bo'lsanglarmi Allah sizlarni terildirdi. La ilahe illalloh. Yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi Allah sizlarni terildirdi. İbn İshaq İbn Abu Nujaydin bu oyatning ma'nosi haqida Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men İbn Abbas radhiyallohu anhumadan bu oyatning ma'nosini so'radim. İbn Abbas radhiyallohu anhuma u narsa o'limdir. Ya'ni ölüp ketsanglarmi Allah Taala sizlarni terildirdi dedi. Atiye İbn Ömer radhiyallohu anhuning mundaq deganligini mundaq bu oyatning ma'nosi haqida agar sizlar o'lik bo'lib ketsanglarmi albatta men sizlarni terildirman deganligini rivoyat qildi. Sa'id ibn Jubayr, Abu Salih, Hasan, Qatada, Zahhak ve başqalarmi bu oyatning ma'nosi haqida shundaq dedi. Yani agar sizlarning hayotlikning qarshisi bo'lgan o'limga, ya'ni agar sizlarning hayotlikning qarshisi bo'lgan o'limga aylanib ketganinglar faraz qilingan taqdirdami Allah Teala xolisa sizlarni albatta terildirdi. Chunki Allah Teala bir ishni qilmoqchi bo'lsa, uningga hech narsa to'salg'i bo'la olmaydi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida sizlar osmon, zimin va tog'lar bo'lib ketsanglarmi, yana bir rivoyatda o'zinglar xohlagan bir nima bo'lib ketsanglarmi Allah Teala sizlarni qayta terildirdi dedi. Ular bizni kim terildirdi deydi. Yani biz taş yoki to'mir va yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan boshqa bir narsa bo'lib ketsak bizni kim terildirdi? Sizlarni dastlabda yaratgan Allah terildirdi degan. Yani aslida tilga olg'udek narsa bo'lmagan sizlarni yaratib ziminga tariladigan odam qilgan Allah Teala sizlar chirib şu holatga yetsanglarmi sizlarni qayta terildirishga yana qodirdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Mahluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin terildiradigan Allah ana shudir. U yani mahluqotni terildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Ular sana başlarını lanıştip İbn Abbas radhiyallohu anhuma ve Qatada bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ular mazaq qilish yuzidan başlarını lanıştip u qachon bo'ladi deyishdi. Yani bu ularning qayta terilishini yiroq ko'rganligidandir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ular agar rostchil bo'lsanglar bu va'da qachon ishga oshidi deydi. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldirtidi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degan. Yani sizlar uningdan sagak turinglar, chunki u sizlarga yaqinlashyotidi. U shaksiz sizlarga keladi. Kelayotgan har qanday narsa oxiri yetib keladi. Şu günde Allah sizlarni chaqirdi. Allah Teala bu haqda mundaq dedi. Ondan Allah qabrlarda kömülüp yatgan sizlarni yer ostidan chiqarsa, yer ostidan chaqirsa derhal chiqsizlar. Yani Allah Teala sizlarni qabrdan chiqishga buyursa, sizlar derhal chiqsizlar. Chunki Allah Teala hech qanday qarshilik ko'rsatmaydigan zotdir.
Chunki Alloh taolo hech qanday qarshilik ko'rsatilmaydigan zotdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: biror shay'ini yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochqanning orliqida o'rnlanadi. Biz biror shay'ini vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vujudga kel deymiz da u vujudga keladi. Bir sayha, ya'ni İsrafilning sur chilishi bilanla ular, ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoldi. Ya'ni u faqat mengishga beriladigan bir buyruqdirki, shuning bilan barliq kishilar zaminning ostidan uning ustiga chiqadi. Shu kunda Alloh sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamd etib ijobat qilsizlar. Ya'ni hammanglar Alloh taoloning buyrug'iga va uning xohishiga bo'ysungan holatda qabrlaringlardan turilsizlar. Ve dünyada faqat ozg'ina turgandek o'ylaysizlar. Ya'ni qabrlaringlardan turgan vaqtda dünyada faqat oz muddat turgandek gumon qilasizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir atigan tug'andek gumon qiladi. Bu sur chilinadigan kundir. Bu kunda shakli o'zgargan ko'k ko'zlik, qora yuzlik gunohkorlarni yig'imiz. Qiyomatning dahshatini ko'rib, dunyoda turgan vaqti qisqa bilinganlikdan ular dunyoda faqat 10 kun turdinglar deyish pichirlashidi. Ularning deydiganlarini biz obdan bilamiz. Aynı zamanda ularning eng to'g'ri so'zlaydigini sizlar faqat bir kun turdinglar deydi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mushriklar dunyoda faqat ozg'ina vaqt turganligiga qasam qiladi. Ular dunyodagi chaqlardimi mushundaq yolg'onchilik qiladi. Alloh ularga zaminda qancha yil turdinglar deydi. Ular bir kun yoki bir kundimi oz turdik, ay kunlarni hisoblag'uchi farishtadan so'rag'in deydi. Ular davzaxda chekayotgan azob tufaylidan zaminda qanchalik turganligini unutuydi. Allah, agar sizlar bilsanglar dunyoda faqat ozg'ina turdinglar deydi. La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Bendilerimge aytqinki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubhisizki şeytan ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Şeytan insonga haqiqatan oshkora dushmandir. Söz qilganda yaxshi so'zlarni qilish va adab bilan so'zlash kerakligi. Alloh taolo bandisi ve Peygamberi Muhammed aleyhisselamni Allah Teala'nın mu'min bendilerini özara qilishgan gaplarida ve munozirlarida chiroyli ve yaxshi gaplarni qilishga chaqirishga buyurdi. Eğer ular shunda qilmasa, şeytan ularning orasiga fitna soladi. Parangni urushga aylantirdi ve araga yomonlik, dushmanlik soladi. Çünkü şeytan Adem aleyhisselamga ve onun bola chaqalariga u Adem aleyhisselamga secde qilishdan bosh tortgandan boshlab dushmandir ve o'chmanligi ochiqdir. Şuna bir musulman yana bir musulmanga tömürünü tanglashdan to'sildi. Çünkü şeytan onun qo'liga fitna soladi. Bazı vaqtlarda qo'lini ko'targuchi tömürünü itib selishi mumkin. La ilahe illalloh. İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biringlar qarindishiga qo'ral, ya'ni bisliq narsalar bilan ishorat qilmasin.
Chunki u şeytanning uning qo'liga fitnas ilib qo'yib, shu sabab bilan o'zining do'zaxning ozgiliga tushib ketishini bilmaydi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda İsra suresi tefsiriden 53. ayetkiçi anladığınla. Ahirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.